Chazor'da ikkinchi pozitsiyasi bilan to'rtinchi pozitsiyasini farqlarini tushuntirib o'taman. BYD Chazor ikkinchi pozitsiyasi narxi 284 million, to'rtinchi pozitsiyasi 301 million. Bu tokda o'ziga 55 km, benzinga 1100 km masofa bosib o'ta oladi. To'rtinchi pozitsiyasi tokda o'ziga 120 km, benzinga 1100 km. Narxi 284 million ikkinchi pozitsiyasi, to'rtinchi pozitsiyasi 301 million. Hozirgi kunda BYD Chazor'imiz ikkinchi pozitsiyasiga rassrochkalarimiz ochiq turibdi. 50% boshlang'ich to'lov qilinganda 24 oy muddatgacha 0% da o'zini tanini bo'lib to'lash. BYD Chazor'imizni to'rtinchi pozitsiyasiga imtiyozli shartlarda avtokreditlarimiz bor. 11.9%, 12.5% foiz stavkalarda. Aytgancha bu BYD Chazor'larimiz hozir body kit taqilgan, bu mijozimiz tomonidan xarid qilindi, diskalarni o'zi qo'ydirdi. Bu qora rangidan, bu oq rangidan. Buni diskalari bo'yalgan. O'zini 17 zavodskoy diska baloni. Body kitlar taqilgan. Ko'rishinglar mumkin. To'rtinchi pozitsiyasimizni batareyka hajmi 18.3 kW. Ikkinchi pozitsiyasidan farqlari asosan o'rindiqlar isiydi. To'rtinchi komplektatsiyasida zavodskoy video registrator bor, yalding oldini zapisib ketadi. Adaptivniy kurs kontrol funksiyasi bor, xavfga to'xtash funksiyasi. Ikkinchi pozitsiyasida ham kerakli narsalardan 16 razmerda diska balon, yumshoq balonlar bilan jihozlangan. Ikkida ham luklari, bu yerda mana 360 kameralari bor. Avtomobilimiz BYD Andijon avtosalonida sotuvda tayyor turibdi. Kimga avtomobillar qiziq bo'ladigan bo'lsa, to'lov grafiklari kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. E'tibor uchun rahmat.